Assalomu alaykum. Boyitish jarayonida ishlayotgan, o'qiyotganlar hamda bu sohaga tanish bo'lgan tinglovchilarga savol. Flotatsion yo'l bilan boyitishda nega yanchish jarayonidan chiqayotgan mahsulotni tarkibidagi 0074 millimetrli zarralarda biz tayyor sinf deb ataymiz. Yoki bo'lmasam 74 mikron. 74 mikron. Nega 64 mikron emas, 55 mikron emas, 85 mikron emas, 40 mikron emas. Imенно 0074 mikron. Agar buni bilsalaringiz, yaxshi, agar bilmasalaringiz, hozir bu bo'yicha aytib o'taman. Flotatsion boyitish bu o'sha mineral zarralar yuzasining suvda ho'llanish va ho'llanmaslik xossasiga, ya'ni minerallarning fizik-kimyoviy xossalariga asoslangan. O'tkazilgan yuzlab tadqiqotlar natijasida flotatsion jarayonida boyitmaga ajralayotgan zarralarning aksariyat foizi 0074 millimetrli zarralarni tashkil qilgan. 0074 eng uchirilgan mineral zarralarning eng kichigi 0.02 millimetrli zarra. Bu o'tkazilgan yuzlab, juda ko'plab tajribalar natijasida flotatsiya uchun eng optimal o'lcham 0074, eng minimumi 0.02 deb aniqlangan. Ya'ni flotatsion jarayonida mineral zarralarning boyitmaga ajralayotgan qismning asosiy qismini 0074 tashkil qilganligi uchun biz buni tayyor sinf deb ataymiz. Mineral zarralarning eng minimumi 0.02 bo'lsa, eng maksimumi 0.2. 0.2. O'sha 0.1 dan yuqorilashib ketavergandan sayin minerallarni boyitmaga o'tish xossasi kamayadi. Demak, yanchilgan materiallar tarkibida juda yirik bo'lsa ham, o'ta mayda bo'lsa ham, bu boyitish jarayonida o'sha boyitmaga foydali komponentlarni o'tmasligini ta'minlaydi. O'shaning uchun ham 0074 millimetrli zarralarni 100% emas, 60%, 65, 70% deb o'lchangan. Qolgan qismini 0.02 ga hamda 0.2 gacha bo'lgan zarralar tashkil qiladi. Agar 0.2 dan yirik zarralar ko'payib boraversa, bu o'sha qimmatbaho yoki foydali metallarning boyitmaga emas, chiqindiga chiqib ketishiga olib keladi.